11-o'git. Quvvat Alloh bergan ne'matdir bilgil. Aqlu, fikru diqqat ne'matdir bilgil. Quvvat u diqqat ham o'lchab berilgan, tugab qolmasidan qiymatin bilgil. Sharh. Inson vujudining quvvati ajib mo'jizadir. Tana go'yo energiya ishlab chiqaradigan stansiyaga o'xshaydi. Tanaga taom va suv berasiz. Oshqozon miyaning rahnamoligida ularni maydalab, butun vujudga yetkazadi. So'ng chiqitlarni tashqariga uloqtiradi. Vujudga kerakli moddalarni oshqozon chaynalgan ovqatlardan keragini ajratib oladi. Tanamizda energiya, ya'ni quvvat hosil bo'ladi. Ko'rish, eshitish, ta'm, harakat shu quvvatga tayanib o'zini namoyon etadi. Fikr, o'y, xayollar ham taomga bog'langan. Pokiza va tabiiy me'yorda pishgan taomlar fikrni ravshanlashtiradi. Parvardigor jismimizni yaratib, uning quvvati uchun xom ashyoni tabiatga sochib qo'ydi. Mevalar, sabzavotlar, go'shti halol hayvonlar. Shu 3 narsa o'z o'rnida, o'z vaqtida, kerakli miqdorda, kerakli shaklda tanaga kiritilsa, bas, oshqozon uni qiymalab, zarur musaffo quvvatni olaveradi. Agar tanaga tabiatdan tashqarida paydo bo'lgan narsani olib kirsa, vujudni o'ldiruvchi kir quvvat yuzaga kelib, bizni halok etadi. Yoshlikda jismdagi hamma a'zolar sog' va yangidir. Ularga hech ziyon tegmagan. Yurak, oshqozon, buyrak, o'pka, ichaklar xotirjam va to'xtovsiz ishlaydi. Tomirlar qonlarni haydaydi, ko'zlar ko'radi, quloqlar eshitadi, tishlar chaynab maydalaydi va hokazo. Vaqt o'tgani sayin bu a'zolar sekin eskiradi. Keksaygan vujudning faoliyati yoshlarnikidan farq qiladi. Endi fikrlar chalkashadi, ko'zlar xiralashadi, quloqlar og'irlashadi, qo'llar, oyoqlar charchaydi, diqqat sustlashadi. Ya'ni tana o'z faoliyatini yakunlash tomon bormoqda. Ey do'stim, hozir quvvat g'animat. Diqqating boyliging, quvvat va diqqatingni shunday sarflaginki, u senga kelajakda umring oxirigacha xizmat qilsin. Quvvat va diqqatni 2 manzilga investitsiya qil. Birinchi manzil dunyo, ikkinchi manzil oxirat. Umr 2 qismdan iborat: yoshlik va keksalik. Yoshligingda quvvatingni meva beradigan ishga bag'ishlasang, bu mevani keksayganda terib olasan. Izzatli qarilik uchun quvvatingdan poydevor yasa. Masalan, 10 ta hunar, 10 ta ishga o'zingni urma. Bitta hunarni erinmay o'rgan va shu hunar mahoratini hosil et. Bir ish bilan uzoq yillar mashg'ul bo'l va uning peshqadamiga aylan. Shogird tush, xodim bo'l, boshliq bo'lishga qiziqma. Tajriba va ilm to'pla, diqqatingni har narsaga sochma. Daqiqalarning qadrini angla. Hamma narsani eplayman dema, bitta sohaning chuqur bilimdoni bo'l. Foydali va aniq daromadi bor ishga yuzlan. Yengil ish izlama. Og'ir mehnatga chidagan rohatini ko'radi. Hammaga ergashma. Qo'lingdan keladigan bilan shug'ullan. Iste'doding bor kasbni egalla. Hozir yoshlar kapalak kabi guldan gulga qo'nadi. Bir ishning boshini tutmaydi, tez-tez almashtiradi. Bir ustozga sodiq qolmaydi, bir necha odamga ergashadi. Bularning hammasi quvvat va diqqatni isrof qilishdir. Ertaga vaqt o'tib,
30ga 40ga kirganingda hech narsasiz tilanchi kabi bo'lmaslik uchun bir ishni, bir ustozni va bir kasbni mahkam tut. Ey er yigit, tayinsizlik ordir, ustozsizlik halokatdir, hunarsizlik qashshoqlikdir, mahoratsizlik zaiflikdir. Tayinli bo'l, ustoz top, hunar o'rgan, mahorat hosil et. Quvvat va diqqatingni kerakli narsaga, kerakli nuqtaga jamla. Ey er yigit, quvvat va diqqatingni parchalama, undan unumli foydalan. Sobit va subutli bo'l. Moddiy mashaqqat, ma'naviy xurujlarga qaramay bir yo'lda, bir ishda mehr va sadoqat ila mustahkam tur. Quvvat va diqqatingni shu nuqtaga qarat. Albatta yutuqqa erishasan. Ey er yigit, ijtimoiy qarmoqlar sening quvvating va diqqatingni yo'q qiluvchidir. Ijtimoiy qarmoqdan uzul va haqiqiy hayot ila yasha.